Hammaga assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videoda biz qo'rqinchli videolarni ko'rib chiqdim. Videosining ikkinchi qismini olamiz. Bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Sizlarga rahmat, katta rahmat aytmoqchiman. Chunki do'stlar, o'tgan videoda bir kunning o'zida o'sha aytilgan laykni yig'ib tashladilaring do'stlar. Yana bitta rahmat. Biz 280 obunachi, 2 dona qoldi. 278 obunachini urib bo'ldik. Bu videoda qo'yishimdan oldin bizda adashmasam obunachilar soni 233 tami ekan. Shunaqa streamlarda ham keldi, obunachi videodan ham kelyapti. Men sizlarga yana bitta narsa, 15 ta layk dedim, 25 ta qilib tashladilaring. Kommentlarga ham mana yozyapsizlar, ikkinchi qismi chiqsin deb yozganlar bor. Shuning uchun men bugun bu videoda ikkinchi qismini olishga harakat qildim. Video boshlashdan oldin bitta narsani aytib o'taman. Bu videoda yuragi boshlaydi. Xo'p do'stlar, sizlardan men ko'p kuttirmayman, nima? Birinchi videoni qo'yishni boshlayman. Xo'p, navbat bo'lmasa bitdik. Xo'p, birinchi video mana shu ekan do'stlar. Xo'p. Stol qanaqadir. Ovozlar. Stol ham turibdi. Shunga ham e'tibor beraman. Qimirlamoqda stol. Billet ottayning og'ziga chiqdi, billet. Voy onasini yemsin. Voy onasini yemsin. Voy onasini yemsin. Birinchi videoda o'zimdan cho'chaman deb o'ylagandim do'stlar. Billet stol qimirlashga qimirladi, mayli. Screamerga nima bor endi? Birinchi videoda o'zimdan cho'chidim men. Reksam ko'rgan bo'lsalaring kerak, xohlasalar qaytarib ko'ringlar biladi. Cho'chib ketdim birinchi videoda. Navbat bo'lmasa do'stlar ikkinchi videoga ketdik do'stlar. Shuncha cho'chiyapman. Cho'chiganim uchun ham bitta like bosib qo'yinglar do'stlar. Ketdi. Ovozim bor. Oddiy televizorga aytdi. Bitta qizcha kirib kelyapti. Televizor bor shu. O'yinga tushyaptilar qiz. O'yinga tushyapti. O'sha ikkinchi videoda xususiyatini tushunib oldim. Ikkinchi videoda cho'chimadim. Birinchisida kutmagan joyimdan chiqib berdi lekin. Birinchisida cho'chidim lekin. Lekin ikkinchi videoda cho'chimadim. Ovoz balandligi bordi. Ovoz baland xolos ikkinchisida. Voy deb sakrab chiqdi-ku, lekin ovoz balandligidan cho'chib ketishim kerak edi, lekin cho'chimadim nimagadir. Ammo birinchi videoda cho'chidim do'stlar. Navbat olmasa ikkinchi videoga ketdik. Xo'p do'stlar, navbat bo'lmasa ham mana ikkinchi videoga do'stlar, iltimos sizlardan like bosib qo'yinglar. Agar endi kameralarga tushib qolgan arvohlar videosini ko'rishimizni xohlasalaring, agarda shunaqa video chiqishini xohlasalaring, kameraga tushib qolgan arvohlar videosini ko'rib chiqdim videosini agar chiqishini xohlasalaring, mana shu videoga yaxshi video chiqsin deb yozib qo'ying kommentariyaga, shart albatta. Va qachonki biz 280 ta obunachini uramiz va mana shu videoning tagida hatto 10 ta like yig'ib beringlar. 10 ta dona likedan anash chiqadi lekin. Bo'lmasa biz boshlaymiz. Ovozimni balandlatib oldim ataylar. Mashina. Shunchaki mashina kelyapti. Burilyapti. Homdana uyog'idan chiqmadi. Yo. Ikkinchi videodan ham cho'chmadim unchalik, chunki sezilib qoldi. Screamer chiqish sezilib qoldi. Bu yoqda mashina chiqmayapti. Ditcha o'tqilyapti, va deb screamer beryapti. Screamer chiqish bilinib qoldi, lekin birinchisida screamer bor deb o'ylamadim. Birinchisida screamer chiqish bilinmadi. Shunchaki stol qimirlab turib, men narsa uchib keladi xolos deb o'yladim. Narsa uchib chiqish kelishdan manligi screamer berib odam chiqdi. Va deb odam sakrab chiqardi. Shuning uchun men birinchi videoda cho'chidim. Lekin bu yoqda ikkita video o'tdimi hozir kelgan, birinchi videodan keyin bunisida cho'chimadim lekin. Xo'p do'stlar, navbat bo'lmasam keyingi horror videoga bo'lmasam ketdik. Do'stlar, albatta ikkinchi qismini kutganlar uchun edi bu video. Endi uchinchi qismi ham chiqadi, xudo xolasa. Uning uchun
Ha, kommentariyani portlatinglar qachonki kommentariyada shu videoda 3-qismi chiqsin deb 10 donadan ko'p komment yoziladigan bo'lsa, shu videoda 3-qismini chiqaraman. 3-qismi. Xo'p, endi navbat keyingi horror videoga ketdi. Oddiygina qora atmosfera. Bunaqa narsa o'tib kelyapti, shu xolos. Ko'z. Yaqinlashib kelyapti ko'z. Yo'q. Bu cho'chitolmadi lekin meni. Bu cho'chitolmadi meni lekin. So'nggi video ekan bu do'stlar. Siz hamma videoni ko'rib qo'yibsiz. So'nggisi ham cho'chitolmadi, lekin birinchi video qanday cho'chiganini ko'rdinglarmi? Birinchi videoni qaytarib ko'ringlar, birinchi videoda ko'rganimizni qaytarib ko'ringlar do'stlar. Bilib olasizlar, cho'chiganmanmi yo'qmi. Xo'p, endi do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar deb qolaman do'stlar. Do'stlar, aytganimdek, 3-qismi uchun 10 dona, хотя бы faqat 10 dona bo'lsa ham 3-qismi chiqaraman. 3-qismi chiqsin deb kommentariya 10 dona bo'lishi kerak. Ha, nima kameralarga tushib qolgan arvohlar videosi chiqishi uchun aytganimdek 280 obunachini qachonki uramiz. Hamda aytaylik, like soni хотя бы 10 ta bo'lishi kerak. Bo'lmasa keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Ciao.